Yangi notebook Lenovo Yoga Book. Alohida mashq olinadi. Yoga o'ziniki. Kompleksdan klaviaturasi, o'zining ruchkasi, Lenovo hamda podstavkasi. Bu podstavkani klaviatura uchun olib yuradigan katmon sifatida ishlatsa bo'ladi. Demak, ochamiz. Dual screen. Ikkita ekranli bo'ladi, dual screen. Xarakteristikasi Intel Core Ultra 7 155U 32 GB operativ xotira, 1 TB SSD ichki xotirasi bor. Xo'p, demak, ikkita ekranli buni mana bunday ikkala ekranni bir vaqtda ikkita odam ishlatish mumkin. Masalan, mana bitta tomonda karta o'ynash mumkin, deylik, bitta tomonda kalkulyator. Vaqtda chalab ishlaydi. Agar planshet qilmoqchi bo'lsangiz, mana yopamiz, planshet. Ikkinchi tomon avtomatik o'chadi. Endi mabodo notebook sifatida ishlatmoqchi bo'lsangiz, ochasiz. 8 ta barmog'imiz bilan bu yerdan virtual klaviatura ochiladi. 6, 7. Virtual klaviatura ochiladi. Touchpad ham avtomatik ravishda ishlaydi. Agar klaviaturadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, mana bu podstavkasi bilan birga klaviatura qo'yiladi. Bu yerda oddiy klaviatura, bu yerda esa virtual touchpaddan foydalaniladi. Agar sizga kattaroq ekran kerak bo'lsa, mana bu podstavkasi orqali o'rnashtirib xohlasangiz, mana bunday ikkala monitordan bir vaqtda ikki xil vazifa uchun foydalanish mumkin. Bunisida birorta bir kino ko'rib, bunisida bir hujjat tayyorlab yoki undan bunga ko'chirishda, yoki bo'lmasa mana bunday holatda ham foydalanish mumkin.